Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana Hanko 301 mini quyonchilik fermamizdan qisqacha videolar olib boryapmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin hikol quyonlarini, enziba quyonlari va Kaliforniyaga hikol quyoni qo'shilgan va Hiplus quyonlarimiz hozircha bor. Bu video syomkani olishdan maqsad yangi ochilgan YouTube kanalimiz, ya'ni Hanko 301 hikol farmi quyonchilik fermasi uchun olindi. Xo'sh, qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsak, bu bizning birinchi videomiz bo'lyapti. Bu videoni olishdan oldin biz bir qancha vaqt o'tdi. Dastlab bitta erkak, bitta samiz quyon olib keldim. Albatta olgan samka quyonim bo'g'oz edi. 15 kunlik bo'g'oz deb bergan. Hikol quyonini olgandim. Hikol quyonini enzibaga qo'shgan ekan va men olib kelganimdan keyin 15 kun ichida bola berdi. Adashmasam 8-aprel kunida bolaladi. Bolaladi. Birinchi bolalari уже 5 oydan o'tdi. Xo'sh, 6 ta bola berdi. 6 ta bolani ichida 4 ta samiz, 2 ta samka beradi. Mana hozir samizlarni ko'rishimiz mumkin. Juda ajoyib chiqqan. Bular hikol quyoniga enziba qo'shgan uchun kallalari juda chiroyli chiqqan. Hozir bularni tarozi yo'qligi uchun tortmadik, lekin qo'lchama tortib ko'radigan bo'lsak, taxminan 4,5 kilo atrofida vesi bor. Buni sababi nimada? Sababi hozirgi kunda quyonchilar hammasi biladi, quyon boqayotganlar. Quyonda o'zining ko'rimi bor. Hozir Grand Ko'rim degan quyon ko'rimi bor ekan biz turgan joyda, Asakada. Xo'sh, o'shandan olib beryapman. Undan tashqari o'zimiz огородda beda ekkanmiz. Bedani olib quritib beryapmiz. Xo'sh, bundan bitta samizni so'yib yedim. Go'shiga gap bo'lishi mumkin emas, o'ta go'zal. Xo'sh, endi bir qator quyonlar bilan qanaqa quyonlarimiz bor. Xo'sh, birinchi ko'rsatib o'tsaydi, keyin bular haqida qisqacha gapirib o'tsak. Necha oylikdan tortib necha oyligacha soni bolalari haqida. Bu birinchi olib kelgan quyonim shu bo'ladi. Samka quyonim. 15 kunlik bo'g'oz holatida olib kelganman. Birinchi bolalarni 6 ta berdi. Undan keyin 4 ta berdi va orada yana mana 4 ta bola beryapti. Buni Kaliforniya quyon samiz olganman. Hikol samiz topa olmaganman shu vaqtda. O'shaning uchun samiz ham ancha go'zal, chiroyli edi. Gavana Kaliforniyskiy samiz quyon. Shunga qo'shilgan va bolalarni ko'rishimiz mumkin. 45 kunlikdan o'tgan. Bu quyonlarimiz bo'lsa, birinchi mana shu samka quyonimizni birinchi partiya bolalari, 2 ta samka, 4 ta samiz chiqadi. Bular mana 4 oylikdan oshganda voyaga yetdi. 4,5 oyligida qo'shildim, 5,5 oylikda mana bola tug'di. Ikkalasi ham 6 tadan bola bergan. Bolalarni ko'rishingiz mumkin. Uje yem yeyish holatiga kirib qoldi. Xo'sh, endi bizda yana qo'shimcha quyonlarimiz bor. Hozir bu yerda 3 ta partiya quyonimiz bor. Birinchi partiyasi uje voyaga yetib bola berdi. Ikkinchi partiyasi yaqin 10 kunda qochishga tayyor bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ikki xil quyonni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi toza hikol quyoni. Ko'zi qizil, quloqlari uzun, qizil. Hamma pigmentlari joyida. Ikkinchisi Hiplus quyonimiz. Hikol quyoniga Kaliforniya quyoni, Gavana Kaliforniyskiy Gavana quyoni erkak samiz qo'shilgan. Va bu ham ajoyib bola bergan. Samkalarni alohida, samizlarni 2 tadan qilib alohida qilib qo'yganman. Bular o'zingizlar bilasizlar, 3 oydan keyin balog'at yoshiga yetib bir-biri bilan urushni boshlaydi. Xo'p, bu yerda Hipluslarimiz mana 2 ta samka bor. Jami 3 ta samka bor, hozir so'yilib, sotilib qolganlaridan. Xo'sh, sotuvga endi kirib boryapmiz. Bitta quyondan yomon natija emas. 6 oy, salkam 5 oy, 6 oyda bir juft quyonimiz mana 30 tadan oshdi. Xo'sh, bu yerda ko'rishingiz mumkin hikol quyonlarimiz bor, toza italyanskiy. Buni Sharxondan Nodir aka Borahimov, Nodir aka olib kelganman.
adashmasam 19-sanada olib kelganman. Bunga olib kelganimga mana salkam 3 oy bo'lyapti. 1 oylik quyonlar edi olib kelganimda. 2 oydan oshdi, 3 oyga yaqinlashib qoldi. Xo'sh, 3 ta samiz, 3 ta samka olib kelganman. Hozir ko'rishingiz mumkin bu yerda 2 ta samisi va bu yoqda hiplusimiz va bu yoqda bitta samka. Bu yoqda yana 2 ta samkamiz bor, samisimiz bor. Jami 3 ta samisga 3 ta samka hiplusimiz bo'lsa, bu qo'shimcha olingan. Undan tashqari bitta quyonimiz 3 marta bola berdi. Bolalar esa birinchi bolalarini dunyoga keltirdi. Xo'sh, birinchi berishida 6 tadan bola berdi. Yomon natija emas. Quyon fermamizni oddiy uy sharoitiga moslashtirganmiz. Xo'sh, podval bor. Yoz uchun men aytaman, hamma quyonchilarni qiynaydigan bitta narsa bu quyonga yozgi kunida salqin joy qilish. Allohga shukr, joydan muammo bo'lmadi. Podvalli uy qilganman. Hozir 6 metrga 10 metr joyim. Ko'rishingiz mumkin. Plita tashalgan, tepasi uy, atrofi beton, yerga ko'milgan. Eshigi ochiq, yopilmaydi. Hech qanday konditsioner yoki ventilyator qo'yilgani yo'q. Yozda 45-60 gradus, 45-50 gradus issiqda ham optimal 20-25 salqinlikda ushlab berdi. O'shaning uchun men yozda ham qochirdim. Erkak quyonga qo'shdim. Ko'pchilik yozda erkak quyonga quyonga samkani qo'shishni tavsiya berishmaydi. Sababi issiqda quyonga ziyon yetib qolmasligi uchun. Xo'sh, men joyim salqinligi uchun, kelgan quyon bittaligi uchun tezroq ko'paytirish maqsadida qo'shdim. Ko'rib turibsizlar, natija yomon emas. Xo'p, endi kelgusida maqsadlar quyon katayi yana qo'shish. Chunki bu yerda hozir menda 7 ta quyonim yetildi. 4 ta samka, 5 ta sames quyonim bor. Hozir undan sameslarni sotish niyatimiz bor va samkalarni liniya uchun o'zimizga olib qolamiz. Albatta bizni quyon fermamiz, ya'ni Hanko 301 mini fermamizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklarda sizlar bilan ulashib borishda davom etamiz. Kelgusi videolarda NZB quyoni, Hikol quyoni va Kaliforniya quyonlari haqida qisqacha video shortlar qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.